Barchaga assalomu alaykum. New Yorkning Plaza oteliga xush kelibsizlar. Bu yerga ko'p marotaba kelganman, lekin Farhod va Shirin va ularni sostavi bilan birinchi marta kelishim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Zo'r. Alloh. Esingizda bo'lsa, Kevin McAllister 92-yilda uyda yolg'iz kinosida aynan mana shu mehmonxonada to'xtagan va mana shu eshikdan chiqib shu yerga turgan paytda bu yerda uni limuzin kutib turgan. Pizza bilan esingizda bo'lsa, ha, shunda mashinaga o'tiradi va Dunkin magaziniga qarab ketadi. Shundan keyin Plaza mehmonxonasini aynan mana shu joyi nihoyatda mashhur bo'lib ketgan va ko'plab turistlar aynan Yangi yil paytida kelib mana shu mehmonxonada qolishga harakat qilishadi. Qalay, esladinglar o'sha kinoni? Albatta. Kayfiyat qalay? Eng yaxshi ko'rgan kinomiz va o'sha kinomiz bizani shunaqa ertakona his-tuyg'ularga nima deyish, boy bo'lishimizga va o'rtoq bo'lishimizga yordam bergan. Kevin McAllister keyin bu mehmonxonaga qaytib kelgach, qochishni boshlaganda mana shu Centralniy parkka qarab qochadi. Biz ham hozirlar bilan birgalikda mana shu markaziy parkka qarab qochamiz. Demak, Mr. Otabek TV kanalida va Central Parkda hamda Plaza mehmonxonasida Farhod va Shirin bilan ko'rishganda ko'rishguncha.